Ana endi bitta qiziq savol paydo bo'ladi. Misol uchun bitta modeldagi videokarta. Misol uchun oldimdagilar 1660 super videokartalari o'sha paytda legendasi bo'lgan. Bu yerda ikkita kullerli, bu yerda 3 ta kullerli varianti. O'zi nima farqi bor? Ichidagi prosessorlari asosiysi bir xil-ku degan savol paydo bo'lishi mumkin. Keling, mana shu hozirgi kundagi aynan bitta modeldagi misol uchun qanaqa bo'lishi mumkin? 50-60 larda, 40-60 larda mana shu holatda juda ham ko'p uchraydi. Ikkita kullerligi bor va 3 ta kullerligi. 3 ta kullerligi bundan $60-70 qimmatroq turadi. Nima uchun? O'zi foydasi bormi? Mana shu videoni oxirigacha ko'rish orqali foydasini bilib olishingiz mumkin. Demak, ikkitasini o'rtasidagi asosiy top 5 farqlarni ko'rib chiqishni boshlaymiz. Birinchisi bu ularni sovutish farqi. Misol uchun, ikkita kullerli videokarta 100% nagruzka tushib ancha ishlagan paytda sovutganda 70 gradusgacha ishlashi mumkin. 3 ta kullerlida esa bu 60, 57, ya'ni 10-15 gradusgacha farq qiladi. Ya'ni 3 ta kullerli birmuncha sovuqroq ishlaydi. Kullerlarning soni ko'proq va radiator kattaroq bo'lgani uchun, misol uchun asosiy prosessor bir xil, faqat uni radiatori va kullerlar soni ko'proq bo'lgani uchun o'sha gradusda farqi bor. Ya'ni qancha kuller ko'p bo'lsa, shuncha bizda sovutishi yaxshiroq bo'ladi. Ikkinchisi bu shovqin darajasi, ya'ni beradigan shovqini qaysi biriniki ko'proq, 2 tanikimi yoki 3 tanikimi? Hozirroq pauzaga qo'yib, kommentariyada fikringizni yozing. Mana shu kungacha buni to'g'rirog'ini aytganda 3 ta kullerli videokartani hayotimda ishlatib ko'rmagungacha shunaqa noto'g'ri xulosada bo'lar edim. Ya'ni men uchun 3 ta kullerli ko'p bo'lgani uchun ko'proq shovqin chiqarib ishlaydi deb o'ylardim, lekin aksincha ekan. E'tibor bersak, 2 ta kullerli videokartada mana bu parraklari bizda nisbatan kattaroq bo'ladi va sovutish uchun bular ancha ko'proq aylanadi. Ya'ni juda ham tez aylangani uchun ko'proq shovqin chiqadi. 3 ta kullerlilarnikiga e'tibor bersak, videokartani ularni aylanuvchi, sovutuvchi kullerlari nisbatan kichkinaroq va bular ancha sekinroq aylanadi. Sababi oddiy misol 100 kilolik yuk bor, uni ikkita odam yaxshi, ya'ni tezroq tashiydimi yoki 3 ta odam? Mana shunaqa, ya'ni hammasini kuchi teng bo'lganda tushunaylik. Misol uchun kimdir aytishi mumkin, ikkita baquvvat odam bo'lsa 100 kiloni bemalol tashib qo'yadi, ana 3 ta kuchi yo'q 3 ta odamga qaraganda deb aytmoqchi bo'lganim. Xuddi shu prosessorni sovutishga bular 100% kuchini ishlatib o'tirmaydi-da. 70-80% kuchida aylansa, bu ikkita kullerlidan u kullerlar 100% kuchi bilan aylangani uchun ancha shovqinroq ishlaydi. Ya'ni bu dahshatli shovqin degani emas, bunga qaraganda shovqini balandroq. Uchinchisi, mana bunaqangi 3 ta kullerli videokartani minusi bo'lishi mumkin. Ayniqsa siz juda ham kichkina akvarium keysga yoki juda ham kichkina keysga kompyuter yig'ayotgan bo'lsangiz, bularning o'lchami uzunroq bo'ladi. Sizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Mana 3 ta kullerli olmoqchi bo'lib turgan bo'lsangiz, buni o'lchamini ko'ringki, erinmasdan chizg'icha olib, o'zingizni keysingizni ochib, ichidagi o'sha videokarta tushishi mumkin bo'lgan joyi o'lchab ko'ring. O'zi haqiqatdan to'g'ri keladimi yo'qmi? Ana undan keyin shunaqa 3 ta kullerli xarid qilganingiz yaxshi. Bo'lmasa, nima deydi, boshqa keys sotib olishingizga to'g'ri kelib qolishi mumkin. To'rtinchi farqi, boyagi boshida aytganman, albatta narxida. Narxida eng kamida bir $50 farq qiladi. Men nima uchun $50 to'layman degan savolga menimcha sekin-sekin videoni ko'rgan sari javob topmoqdasiz. Ya'ni o'sha radiatori kattaroq bo'lgani uchun va kulleri bitta ko'proq bo'lgani uchun o'zi aynan mana shu joyiga siz pul to'laysiz. Ana endi yana bitta holat bo'lishi mumkinki, mana shu 3 ta kullerli videokartaning ham 3-4 xil variantlari bor. Masalan, Gaming X, Gaming Trio, yana bir nima. Ularning asosiy bularning farqi ana endi ularda prosessor kuchi 1-2% ga yaxshiroq bo'lib boradi. Ya'ni overclock funksiyasi ularda bo'lishi mumkin. Ya'ni uni razgon qilganda bunga qaraganda 2-3% bo'lsa ham sal tezroq ishlab berishi mumkin. Ba'zan bu kerak. Kundalik hayotda ishlatish uchun jang unaqa 2-3% farq sizga katta sezilmaydi. Ana endi fikrimim yakunida. Sizga shunchaki misol uchun 40-60, 50-60 kerak va narx arzonroq bo'lishi kerak bo'lsa, albatta ikkita kullerli sizga zo'r variant deyishim mumkin. Hozir buni 40-60, 50-60 ni hatto bitta katta kullerli variantlarini ham chiqarishdi, lekin unutmanglar, u yana ham ancha shovqin bilan ishlaydi. Shuning uchun hozir videokarta olmoqchi bo'lsangiz, kamida shunaqangi ikkita kullerli bo'lgani yaxshi. Bu o'rtachasi hisoblansa, 3 ta kullerli bu juda ham zo'r degani. Ya'ni 40-60, 50-60, ya'ni 60 seriyalar uchun ikkita bo'lishi kerak. 3 ta bo'lsa albatta yaxshi, lekin misol uchun 40-70, 40-80 olmoqchi bo'lsangiz, kamida 3 ta kullerligini olganinglar yaxshi. Ya'ni sovutishi ancha yaxshiroq bo'ladi. Shu uchun ham ikkita va 3 ta kuller orasidagi farq kamida $50-60
tashkil qiladi. Ortiqcha $50 to'lagilik emas, marhamat, xuddi o'sha kuchda ishlaydi. Bu ham faqatgina shovqin darajasi va issiqligini, ya'ni sovutish darajasini farqi bor o'zi asosiysi. Xo'p, videomiz yoqqan bo'lsa, kommentariyaga fikringizni yozish. Aynan o'zi siz qanaqa video karta ishlatasiz va nechta kurlerli buni yozib keting. Bu biz uchun albatta qiziq. Biz albatta har bitta kommentariyani o'qib chiqamiz. Professional montajyor bo'laman deganlar uchun maxsus taklif. Premiere Pro Zoru 2U2 8 ta modul. Effektlardan tortib toki uni eksport qilishga qadar 130 bitta video va undan tashqari bepul After Effects kursi, 25 ta video, 27 ta proyekt, 15 mingdan ortiq audio va video materiallar, o'zbek tilidagi to'liq va mukammal video darslik. Montaj haqida yana ham jiddiy gaplashamiz.